Men yeni keldim. Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Uzun bo'ldi menda vloglarni ishlab sizlarga maxsus taqdim bermagili ya. Bugun men vlogim shunda qiziydi. Oxirgacha ko'ryapmisiz? Vlog deb ketganinglar, menga faqat yuz kelmaysizlar. Nima ish bo'ldi Almira bu vlogingizni beshida o'g'lingiz bek uy tozalab ketibdi deyishinglar mumkin. Ha, bu ertasidagi bir kunda men uyga qattiq bir mehmonlarni chaqirmoqchi edimda, er-xotinlarni. Mushuning uy ko'chgandan beri chaqirib baqmagan tunji ratimish er-xotinlarni chaqiray deb uy tozlasam, jinim bolam, oppoq bolam menga tang tozlashpagan yeri. Shuni bilan u kuni bir kun burun uyga narslarim bor edi-da, amdi shu narsalarni to'liqlab olay deb mush uyga kelgandim. Mashi Pisovchongni kaynida yana bir ilaqadek savdo bozorini ichibdi-ku. Shundan payizga birinchi qatida liq mushu uyning narsalari borki, oltin buloqdek narsalarning hammasi mushadim borki. Shuningga mening mush temim bek oppoq tijoz og'im botdi. Shunchaglab qarasam, mana bir bozor do'kon tep oldim, qaranglar. Va kishi yaxshi ko'rdim, ammo narsalarni men mushunda milliychi narsalarni bek yaxshi ko'rma, o'zim ichimdan yaxshi ko'rma. Shuningga mening mushtag'roq narsalarni tepib isibog'im botdi, lekin muvofiq o'zim yaxshi ko'rib, tutib, ko'rib, silab olamaganki, nechaqdan beri texi olamagan, uyga muvofiqni topamagan, lekin bugun u kun eras. Mush do'konni tepib oldim, qaranglar. Ma do'konni lobanyansini men tonimayman, bu lobanyanmi men tonimaydi, lekin musha kirib tunish qoldik-da. Shuning bilan bu qizning mijozim bek yaxshi, voy jinim keling o'zingiz yaxshi ko'rgan, olsangiz muvofiq qilib berma dedi. Ma'qul. Men e'lon emas, lekin men o'zim yaxshi ko'rgachga sizlarga chiqarib beryapman. Hammani men mushu vlogimni chiqarsam, uyamga isilgan tamdiki mushu jihozlarni ko'rsanglar, meni so'rab etildirib yetadiganlarni men besh qo'ldek bilaman. Yo, oldin ola o'zimni bilib sizlarga deb beray deb men vlogimni bishi deb bermoqchi qizlar. Unda bo'lsa, mush lobanyangniki mush undudor nomerini deb beray. Tezni xotirlab olinglar, o'zinglar aloqalasanglar bo'ldi, ha. 13 3.9 244 798. Ha, yana bir qitim deb berma, quloqdan tutinglar. 13 3.9 244 798. Aş ünlüdar numara qo'shib olsanglar, ya telefon qilamizlar, adresingiz nada, men baray deganda gap so'zlarni o'zinglar paranlasanglar bo'ldi. Masalan, Janub Shinjongda boshqa Urumchida emas bo'lib qolsanglarmi, lekin yaxshi ko'rgan narsanglar bo'lsa, sizlarga sap birdujimi, shu uyanglarning adresini avatib bersanglar. Siz shuni bilan ishkimni chekdi-da, majozini amlashtirdigan qilib, akab bergan deyishgan. Siz ishini olsa, mana shunda bir qo'li akamiz kaplam isbadi tayya isb qilib berganda, men Urumchidagilarga qaranglar, nima degan payz yarish ketdi. Ammo o'zimga vahshiy yarab ketdi. Men mishdaq bir xilliqi jendan dafan rönjuanlar bilan lam uyni bezashni pek yaxshi ko'radigan bo'lib qoldim mush yilichu. Bir xilliqi mekshivin qadamdiq o'zimizga amaliyot oil deganda qancha rohat beg'ishlay olsa bir kunlik yerib charchashlarimizni shunchalik ko'tarib yetalaydi deb o'ylayman. Hammamizning o'zimizning yaxshi ko'radigan fingasi bo'ldi, to'g'rimi emasmi? Shuningga ma 3 tal jaz ayay pechiralik eng muhim majaza. Men mushundaq dada bala ana 3 senikini işte sizdirish orzuyum batdi. O'ylamagan yerda u do'konda naq mangalam siz paygandek mush uchra qoldimiz. Sen jo'rimni temaga zodi bir mushta bir rasm komdi deb o'ylab tursam mush uchirgandi. Naqli isib oldim. Aqadan men aqallarimni chevarda qilib do'stlarimizni keldi deb mushundaq amdi bilib bilmay o'zim nim tizg'inimni uqmayman, lekin rost qilsam mushta tuqturimlarning hech qaysi faqat yemayman. Men va erim, mening bolam uchimiz tatliq yemaydiganlar danglar, lekin amdi mehmonning hurmatida, dasxonning hurmati. O'zim bilgancha akirib mana chiroyli tizibdi. Men bu qizlar sizlar yaridimi? O'zimning ma uydagi jo'zam to'rt burjak yo'g'on bo'lganki, işte liq chiqqan ganjoni pek yaxshi ko'raman. Endi men washirim yomon oddiy, oq bilan qarningli jutisida hamdi. Shuning ma tammu shundan oppoq bo'lib qolibdi to'xtabdir deb, 3 tal jazini osqantim öynigi bilakchi ichivatdi ish qilib men bek yaxshi ko'rdim. Ha, shuni bilan bu mehmonlarim bir-birlab kelishga boshladi. Endi men bunda shamlarni yondirishni bek yaxshi ko'raman, qaranglar. O'zim sal qo'polroq qo'yganim bilan, lekin lomanligim badanda uy kelganda, oila kelganda, muhabbatga kelganda. Ha, endi nim cherkovda shamlarni yondirib oldingiz deyishinglar mumkin. Yaxshi ko'rman emasmi? O'zim bek omroq ashta yondirib ilishlarga. Shuni bilan do'stlarimizni saqlag'ash, bla paranglashqash mana o'zim yaxshi ko'rgan yerlarni, uyabiyalarni tatib turibdi men. Endi o'zimizniki shunxo vlog bo'lgankin, har bir yana qistirpad. Shuni bilan mehmonlar kelib bo'lganda asosiyatda men yo'ldoshimga xafa bo'lmaysan bir tatib beray, mundaq bir chiroyli choy usatgan yerimni desam, jinim erim o'sha do'qimolay peshonamdan boshlab tatibdi.
Yebler tağını qıptığı mene, nim bolu 1 metrlik tatıptım. Ha bo'pti, yana bo'lsa mushta chek tatib siz rahmat erim. Siz o'tiringlar o'zim tatay deb mana mehmonlarni asosiyatda mushta tatgan bo'ptiman. Biz 6 jup er xotin 12 odam to'q, lekin aramizdagi bizning Mevlon Jacksonning ayoli mehribon do'stimiz. Mushu zukamda qizib qilish sababli u mehribon kelmay qoldi. Lekin qolgan 11imizning hammasi to'liq. Balangiz naketdi deyishinglar mumkin. U kuni meni balamni akam bilan yengam ikkisi maxsus qarab bagil aketgan shuni xotirjam mehmonlarimni kutib olmaymanmi? Qaylanglar ajazamning payzilkini nima degan chiroyli, bek chiroyli qavi ish qilib o'zim shunchalik yaxshi ko'rma. Aqida mana birinchi maydon tamoq yeyishlab boshlab ketdim. Ma erlardan qizlarmi, ayollarmi hali bo'lib ketdi-da qosaq ichib. Mana sal kuchtingirrak yeyli beshida tamoqni jalliq yevilayli deb. Birinchi maydonda sal quvvatligirak tamoqlarni chiqardim chunki qish faslarimiz hozir havo bay suvga quvvatli yeyli deb. Anandan keyin qaylanglar majazning chiroyliligini sizlar muxtab turib olmadinglar endi chiqib men bek yaxshi ko'rdim, yaxshi ko'rgan bo'lsanglar men yaxshi ko'rdim deb bizitinglar. Anikin diyorchang ikkinchi maydonga keldik. Ikkinchi maydon nim bo'ldi? Xogo ayollar yaxshi ko'ramiz emasmi? Parangish mundishib kechich o'tirdigan bo'lgan keyin taz yeyli deb ikkinchi maydonda olmishda xogolarni rastlagandim. U kuni shunchalikmi qiz ketibekshi ko'ngillik o'tiribdik. Men doktorxonadan chiqib damog'imni bo'ptimi, oqidan ishlabdimi, jubo debdimi, vloglarni tashlab yutibdimi, jinim qayrindoshlarim. Lekin shunday bo'lsa-mu aram bir chaqagan mehmonlarni ko'nglimdagidek kutib olay deb u kunim qilib kuchdim. Ammo lekin men yangi uyning yangi binodagi mushu mehmonlarning, yo'q mehmon deyman-ku, xulim qo'shlarimning u kun menga yuz bayininglarga rahmatchimi. Va qo'rqdim ish qilib, qachon bir qo'shnimiz yugurib kelarki deb chunki men erlarning ovozi zuvan bek yo'g'an emasmi? Bugun nim bo'ldi desanglar, men Gulmira Janboqa do'stimning tug'ilgan kuni amaliyot 11-ni bishdi. Lekin men butun sayohatga ketib, ammo shu Shinjon deyman, ishkir o'lkaning butun yana peqirab bu Shanghai Shanghai Shenzhen biyu alabala yala ketganki vaqtida o'tkazamagan. Lekin shuna bo'lsa, addigina kichikgina bir yishi qilayli deb, o kun bu do'stimga tortlarni elib jinsi bazam hayron qopdi. Unutib qopdim o'zimning tug'ilgan kunimni deb mana shunday ko'ngillik o'tkazdi qizlar. Unda bo'lsa yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, diyajam yo'q qo'yishni unutib qolmanglar. Vloglarimiz mushinchiligirak bo'ldi endi. Necha yil bo'pti bu er xotinlar bilan shunday yaxshi o'tayotgani hisobda biz erlarniki yaqin do'stlarning xotinlarda biz bundaq aralashib o'tgan. Endi yana desak, shu baxtimizga ko'z tegmasin. Oilamizdagilar har birsiningki teni salomat qilsin, bolalarimiz sog'lom cho'ng bo'lsin. Boshqa hech qanday orzuyimiz yo'q. Sog'lom cho'ng bo'lsalar bo'ldi, sog'lom bo'lsaqlar bo'ldi. U kuni mana shunday qarayallar degan shunday biz o'zimizni qo'yib ichilib degan shunday biz o'ltiribdik keynida endi bizning oramizdagi qayshingo'rimiz ham shu Abdumroyinlik kuldirish idorasininki bosh katibishimiki deyman, men buni ish qilib voy bizni tiliqtirib qo'ydi bekkayshingo bu. Bu Michael Jackson'niki naqshlarini usullarini vahsh yaxshi ko'rdi. Ishtiyoqi bor do'stimizning. Shuning bilan mushu vlogimning oxirida Mevlon Jackson'niki usullari bilan vlogimni oxirlashtirman. Oxirgacha ko'raytinglar. Tianzan, Guangzhou, Zhuangfalarni qilishni qat'iy unutmanglar. Bo'lmasa men vlogimni ko'rguninglarga faqat 100 kilometr. Unda bo'lsa Mevlon Jackson'ning naq maydon usuli. Huzuri Mevlon. Eskizgada kişi var ha. Başka olsam böyle. Haşem. Bralem. Tuşkan olsam. Ya soruyor. Mani özel için oldum. Fasim, Amire, Merali, Güzeldi, Kumnika. Men.